8-aprel. Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Pastorg'om tumaniga yetib kelganmiz. Akbar akamizni, Yulduz opajonimizni xursand qilamiz. Jo'rabek akamiz nomlaridan, Kanada diyorlaridan Ozod akamiz, Olimjon akamiz qizlari, kelinlar, nabiralar nomidan avtomobil kalitini taqdim etamiz. Chiroyli daqiqalar ota-onalarimizni kutyapti. Barchaga mana shunday kunlar nasib etsin. Niyat qilganlar bo'lsa, niyat qildim deb yozib qo'yasiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, boshlaymiz, ketdik. Kalkanım benim Var bulsangiz buldu dedeceğim Dertli yengil halvanım benim Sağ bulsangiz buldu dedeceğim Ayaz günde baylımızda ham Bahar yazı kışını küzde ham Seksanda ham hatta yüzde ham Sayırsangiz buldu dedecan Seksanda ham hatta yüzde ham Sayırsangiz buldu dedecan Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar, qadrli janoblar, xayrli kun, barchaga yoqimli kayfiyat. Sahnamiz markaziga Akbar amakimizni, Yulduz onajonimizni mana shu yerdan chorlaymiz. Qarsakiylar bilan bayram muborak. Marhamat. Yuzimni toylani indirib qo'ygan onajon. Chamalmay do'stlardan kiydirib qo'ygan ko'nglimni to'ydirib qo'ygan qarsagina menga emas dadamga chaling yoshligidan ko'tarib yugurib yurgan o'g'lim deb erkalab kuldirib kulgan o'g'lim deb ko'ksiga arallab urgan qarsagina menga emas dadamga chaling yoshligidan ko'tarib yugurib yurgan Rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum. Akbar amakijonimiz siz. Yulduz onamiz kimlar? Siz. Assalomu alaykum. Quvonch ko'z yoshlari bilan bizlarni kutib olgan onajonimizga va otajonimizga bugungi tavallud ayyomlari muborak bo'lsin deymiz. Shukrona kunlar muborak bo'lsin. Bugun sizlarni xursand qilamiz, ozgina kayfiyatlaringizni ko'taramiz, rahmat aytamiz, ammo kim yuborgan bo'lishi mumkin? Kimlar taklif qildi? Akbar amaki, yuragingiz sezdimi? Albatta, to'g'ri, o'g'illari, farzandlar, qarsakiylar, marhamat. Otajon, onajon, bugun sizlarni hammadan ham ko'proq xursand qilishni istagan to'g'ri topdingiz. O'g'lingiz Jo'rabek akamiz, Ozod akamiz musofirlikdan, Olimjon akamiz, qizingiz, kelin va nabiralaringiz nomlaridan chiroyli bo'lgan sovg'alarni hozir sizlarga taqdim etar ekanmiz. Birinchi galda deyaptilar. Dadajonimizni mana shunday yosharib yurishlariga, mehribon, chiroyli, nuroniy, duogo'y onajonimizni katta qissalari bor deya dunyodagi eng chiroyli gullarni hozir Akbar akamizni o'zlarini qo'llaridan qabul qiladilar. Marhamat, chiroyli gullar, chiroyli onaga bayram muborak bo'lsin. Qarsaylar bilan. Rahmat. Ana endi Akbar amakijon, farzandlaringiz mana Jo'rabek akamiz, o'g'illaringiz tanlab turgan Allohni yerga yuborgan ne'mati jannat sari yetaklaydigan, insonni iymonini, irodasini mustahkamlaydigan, insonga to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan
insonni xonadoniga fayzu baraka olib keladigan Qur'oni kitob, tasbih, joynamoz, zamzam suvlarini qabul qilasiz. Dadajonimning boshlari joynamozdan boshqasiga egilmasin dedilar. Qarsakinglar bilan. Hayadek, ergashganim soyadek, maqtonaman yosh boladek, dadam so'rda, dadam so'rda, dadam so'rda. Ko'rsatmas ko'zli yoshini, halol yegan oshini, yovga bermas boshini, dadam so'rda, dadam so'rda, dadam so'rda. Men so'rni bolasida, qo'l tutsa yelkasida, odamlarning orasida, dadam so'rda, dadam so'rda, dadam so'rda, dadam so'rda. Rahmat. Ana endi asmih bo'llar 2 daqiqa quloq solasiz. Diqqat e'tiboringizni sahnamiz markaziga qaratishingizni iltimos qilamiz. Sababi ota-onalarimizga Jo'rabek akamizni musofirlikda bo'lib turgan o'g'illarini rahmatlari bor. Otajon, o'g'lingiz bilan ozgina suhbatlashdik, kirish oldi. Kelganimizga 1-2 soatcha bo'lib qoldi. Kimni xursand qilamiz dedim, surpriz bo'lmay qolardi, otajon. Kimni xursand qilamiz desa, qalqonim, suyanchim, mehribon dadajonimni bugun shukrona kunlari, tavallud ayyomlari. Shu munosabati bilan onajonimga ham bugungi bayram muborak bo'lsin. Bizga chiroyli tarbiya bergan, halol yashashni o'rgatgan, bu yaxshi, bu yomon deb borlarini bergan, umrlarini, hayotlarini biz o'g'illariga, farzandlariga baxshida qilgan ota-onamni bugun ozgina kayfiyatlarini ko'tarmoqchimiz. Chunki butun umr bizlar uchun yashadilar. Bizlar uchun mehnatda umrlari o'tdi. Biz nimani o'rganayotgan bo'lsak, dadamni bergan o'gitlari bilan, bergan tarbiyalari bilan mana kam bo'lmadik. Ota-onamni duolari bilan mana shu darajada erishdik. Hammasiga ota-onam sababchi deyaptilar. Mana qo'limiz hamma joyga yetadigan paytlar kelyapti. Yaxshi kunlar kelyapti. Bu kunlarga kelish oson bo'lmadi. Buni tagida neyli zahmatli yillar, sinovli yillar yotibdi. Men dadam bilan faxrlanaman. Ko'cha kuylarda men dadamning ismlarini aytib, boshimni tik ko'tarib yuraman deyaptilar. Musofirlikda bo'lib turgan akalarimiz, o'g'illaringiz aytayaptilarki, dunyoning eng rivojlangan mamlakatidamiz. Hamma narsa bor, hamma narsa yetarli, faqat bitta narsa, jigarlarim, ota-onam yonimda yo'q. Inshaalloh yetib boraman. Bu sinovli yillar ortda qoladi. O'zim yetib borib, bag'rimga qalqonim, dadajonimni bosib, hali yaxshi bayramlar bilan tabriklashni birgalikda amalga oshiramiz deyaptilar. Hali yaxshi kunlar keladi. Dadajonim ichlari to'la dard bo'lsa ham, kasal bo'lsalar ham ota-onam hech kimga bildirmaydilar. Kasal bo'lsalar ham men yaxshiman deb turadigan g'ururli, mard otani, mehribon onani Allohim bizga ota-ona qilib bergan ekan. Allohimga ming shukronalar aytamiz deyaptilar. Va chiroyli bo'lgan to'rtlikni sovg'a tarifasida taqdim etar ekanmiz. Maxsus Jo'rabek akamiz qizingiz musofirlikdagi o'g'illaringiz nomlaridan yangraydi. Duolar qildingiz iqbolim tilab, halol yedirdingiz boshimni silab. Baxtga yetishimga o'zingiz sabab, rahmat sizga dada. Rahmat onajon. Men deb yashadingiz o'tkazib umr, uyqulardan kechib tutqazib huzur. Borligingiz uchun Allohga shukr, rahmat sizga ona, rahmat otajon. Men sabab halovat bilmaganimsiz, mening ertam uchun tinmaganimsiz, har qachon yonimdan jilmaganimsiz. Rahmat sizga ona, rahmat otajon. Yaxshi kunlar hamroh biz bilan bugun. Baxtim butun, shodlik, quvonchim butun. Mehnatingiz uchun, barchasi uchun rahmat sizga dada. Rahmat onajon dedilar. Qarsakinglarni ularga taqdim etamiz. Bayram muborak.
Rahmat. Ana endi kechamizning kulminasion daqiqalariga yetib keldik. Akbar Amakishon, Onajon, Jo'rabek akamiz aytayaptilarki, farzandlaringiz aytayaptilarki, butun umr bizlar uchun yashaganlari uchun, bizlar uchun mehnatda umrlari o'tgani uchun, yelkalariga ko'tarib bizlarni katta qilganlari uchun deyaptilar. Aslida bu sovg'alar ham ular uchun kam deya. Avtomobil kaltini ham taqdim etamiz qarsakinglar bilan marhamat. Ko'chalardan o'tib boryapman dada, dadajon dada yetib boryapman. Rahmat Otajon, sovg'alar muborak bo'lsin deymiz. Marhamat amakilar, bemalol sizga bosib ularni tabriklab qo'yasiz. Bag'ringizga bosib qo'yasiz. Farzandlar, bag'ringizga bosib qo'yasiz. Bayram muborak. Mehnat qilib tinmagan otam, Otajonim, mehribonim, qadrdonim, Otajon, Otajonim, mehribonim, qadrdonim, Otajon. Ana narsalarga Chaqan qizlarim degan, ortda qolar eslarim degan. Bolam chaqan qizlarim degan, ortda qolar eslarim degan. Umrim tilab duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam. Umrim tilab duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam. Otajonim, mehribonim, qadrdonim, Otajon, Otajonim, mehribonim, qadrdonim, Otajon. Rahmat, Otajon, Onajon, sovg'alar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin deymiz. Ana endi Otajon bir chiroyli bo'lgan duolar, o'g'illaringizga musofirlikdan bizlarni to'g'ridan-to'g'ri kuzatib borayotgan o'g'illaringizga chiroyli duolar bo'lsa, bemalol taqdim etasiz. Galma-galdan marhamat Otajon. Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalambor dunyomiz tinch bo'lsin. Hamma sog' salomat bo'lsin. Bolajonlarni ham
hammasi sog' salomat bo'lsin. Topganlari yaxshi kunlarga, to'ylarga buyursin. Baxtimga, onasining baxtiga, oilasining baxtiga hammasi sog' salomat bo'lsin. Shu yerdagi hammaga o'shaqa yaxshi tilaklar, niyatlar amalga oshsin. Qarsaylaringiz. Sizlarga Rahmat otajon, samimiy tilaklar uchun endi onajonimizdan ham chiroyli tabrik so'zlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, sizlarga ham rahmat. Bolajonlarim hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishlaringga rivoj, hamisha sog' salomat yuringlar. Rahmat onajon, qarsaylaringiz. Rahmat otajon, onajon bundan ham ortiq e'tiborlariga haqlisizlar. Hali bundan ham chiroyli surprizlar hali sizlarni kutyapti. Ana endi bugun bayramday bo'lsin. Hozir opa-singillarimiz aytishyaptiki, bir chiroyli tarona bo'lsa, ularni raqslar bilan xursand qilish imkoniyatiga egalar. Rahmat, ichkariga kiramiz. Yonimga kelinglar, duolar beringlar, o'ynasa yaxshi kunda o'ynasin. Onalar o'ynasin, onalar o'ynasin, gul bering qo'llariga yayrasin. Yonimga kelinglar, duolar beringlar, o'ynasa yaxshi kunda o'ynasin. Yodagi mening yaqin insonlarim, eng yaxshi kunda yonimda turgan insonlarim.
yolg'ongan behuda Buxorolik qizni sog'indim juda 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 sog'indim juda Buxorolik qizni sog'indim juda 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 sog'indim juda Buxorolik qizni sog'indim juda So'zlaganlar, so'qatsa bag'ringlar, isilganlar, sog'lik ichimning ezilganlar, bergan va'dalar yolg'on behuda, Buxorolik qizni sog'indim juda, juda 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 sog'indim juda, Buxorolik qizni sog'indim juda, juda 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 sog'indim juda, Buxorolik qizni sog'indim juda. Yolg'onlarga sekin o'yin qilgan yomon behuda Buxorolik qizni sog'indim juda 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 sog'indim juda Buxorolik qizni sog'indim juda Onajonlar sizlar uchun marhamat keladi.
barchaga ayoq qo'llaringiz dard ko'rmasin, salomat bo'lasiz. Mehmonlarimizning qadamlariga hasanotlar bo'lsin deymiz. Ana endi mana shu yuzunurli onajonlarimizdan bir sho'rli tabrik so'zlarini kimdan eshitamiz? Onajonimizdan marhamat. Iloyim mana shu ukajonim bilan kelinim chaqarisin. Mana shu katta qilgan farzandlarini, nevara-chevaralarini huzur alovatini ko'rsin Iloyim. Boshlari to'ydan chiqmasin. Hamma vaqt mana shunday farzandlar ardog'ida bo'lsin. Ilohim, yaratgan egam hammasini niyatlarini ijobat qilsin. So'raganlarini bersin. Uzoqda ishlaydigan jiyanlarim, qarindoshlarim hammasi sog'-omon bo'lsin. Yaxshi ishlasin, o'ylaqsin, to'ylaqsin, moshina olsin. Yaxshilik nimalarga ishlasin hamma vaqt. Hamma sog'-omon bo'lsin. Shularning boshida hamma chiroyli kunlarni ko'rib, qo'shapir bo'lib sog' salomat bo'lsin. Nevara kuyovli, nevara kelinli bo'lsin ilohim. Bor chiroyli kunlarni ko'rib, baxtli, taxtli hayot kechirsin. Qarsaylar, Avvalambor assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar kompaniyadoniga. Mana bugungi tadbirimizdan foydalanib, men bu ukam bilan kelinimga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Ilohim qo'shib qarib, har doim bolalarni atrofida sog' salomat o'ynab yursin. Mana bu jo'ralik jiyanim ham topgan tuqqaniga Allohning barakasini, tinchlik, xotirjam, sog'lig'ini bersin. Musofir yurtlarda yurgan jiyanlarim ham umri rizqi kasbkoriga Allohim barakasini bersin. Har doim boshlari yaxshilik kundan chiqmasin. Topgan tutganlariga Allohim barakasini berib, Ilohim ular ham o'z yurtiga eson-omon, sog' salomat qaytib kelib bolalarini, ota-onasini bag'rida o'ynab kulib yurishini nasib aylasin. Hammamizni Allohim shu kunlarga yetkazib, hammani uyida yaxshilik kunlar, to'ylar bo'laversin. Hammani har doim yo'llar cho'llar Allohim o'z panohida asrab, sizlarning ishlaringiz muvaffaqiyat, ishlaring davomiy bo'lsin. Kelganlarning uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar. qarsaylaringiz, Hurmatli onajonlar, samimiy tilaklar uchun sizlarga ham alohida tashakkurimizni izhor etamiz. Yana bir bora Akbar amakijon, Yulduz onajon, bugungi bayram, shukrona kunlar sizlarga muborak bo'lsin. Xudo xohlasa musofirlikda bo'lib turgan o'g'illaringiz ham eson-omon bag'rlaringizga kelishlaridan umidvormiz va chiroyli bo'lgan surprizlar bilan keyingi yillarda kirib kelishlik nasib ro'z aylasin deymiz. Jo'rabek akamiz baxtlariga, qizingiz, kelinlar, o'g'lingiz, musofirlikdagi o'g'illaringiz baxtlariga doimo sog' salomat bo'ling. Doimo mana shunday xonadoningizga o'yin kulgular, bayramlar, to'ylar bo'laversin deymiz. Sizlar aytib turibdi, juda ham kamtarin, samimiy ona, mehribon ota iklarini biz xizmatda bo'laylik. Xudo xohlasa keyingi yillarda ko'payishib yetishaylik. Ozgina bezovta qilgan bo'lsak, ming bora uzr. Ana endi esdalik uchun chiroyli suratlarga muhrlab qo'yadigan yigitlarimiz. Salomat bo'lasiz. Rahmat.